Apadon, Abu Sahichi biznesmen akalar uchun ishlab chiqarishingizga mos bo'lgan ishchilaringizni ham joylashtirib qo'ysangiz bo'ladigan 2 etajli podvallar bilan shunaqa zo'r uchastkamiz sotuvga chiqib joylashgan joylarini ko'ring. Shahardan ham uncha uzoq emas. Abu Sahi Erkin postidan u yog'ini yana tushunamiz. Adromni oldidagi Erkin postdan betonka bo'ylab taxminan 2 kilometr keldik. Teshli ko'prik bu tomonga ketamiz. Teshli ko'prikdan kelish Zangiotda Quyoshli mahalla voyanchasidan ozgina o'tganda joylashgan postamiz. 17 ga 48 8 o'tirli 2 etajli uchastka. Katta darvozaxona, hovli, 1-2 qavat, podval, огородlar. Uyimizning podvali. 1-qavatga kirish bilan hol, zal, kuxnya, detskiy, sanuzel, spalni 2-qavatga chiqamiz. 2-qavatdamiz. Kengina hol, katta spalni, remontlari ham zo'r kampda like bosib qo'ying. Bu yerda detskiy, sanuzellar bilan 14 metrli katta zal. 1-2-qavatga 2-3 ta oila yoki 15-20 ta ishchini joylashtirib, podvalda ishlab chiqarishni boshlab zo'r biznes qilsangiz bo'ladi. Egalari bilan primoy gaplashasiz. Narxi $115,000. Har doim bunaqa joylar chiqolmaydi, bosing.